Do'stlar qaranglar, men adresga to'g'ri kelib turibman. Mana bu odam mana bu yerda oldimdan turibdi. Mana shu odam zakaz qilgan bor-ku taksini. 10 metr kelishga erinyapti bor-ku, 10 metr yurishga erinyapti. Hozir nima qilish kerak bunaqalarni? Kelsa bo'ladi-yu. Hayda arvoyingni boyaga chaqiryapman, hayda. Men bu yerga belgilaganman tochka. Aka kelsangiz keyin yoki boshqa taksi chaqirib ketasiz hozir, aka. Sen kelasan. Kelmayman. Tushunmadim. Ha, nima xohlaysan? Sen tush moshindan. Nimaga tushaman? Nega sarson qilyapsan? 10 metr yursang nima qilasan? 10 metr yursang bo'lar-ku o'zing. Bu videoni ko'rib men bu odamlar islomni 5 ta qoidasini esdan chiqarib qo'yganini bildim. Mana bu birinchisi bu iymon deymiz. Iymonli kishi qanday bo'lishi aytilgan. Iymonli kishi boshqa bir mo'minga qo'li bilan, tili bilan ozor yetkazmaslik deyiladi. Urmaslik, so'kmaslik, yomon gapirmaslik, diliga ozor bermaslik, shular kiradi. Agar shunaqa qiladigan bo'lsa, u iymondan ayrilib qoladi. Qolgan 4tasini hamma biladi uni. Keyin ketadi namoz, ro'za, ehson, zakot berish, kuchi yetadigan bo'lsa, sharoiti hajga, umraga borib ziyorat qilish, bu 5-ustuni. Bu odamlar mana bu yerda shu arzimagan nimani mana ko'rsatyapti-ku. Chaqirgan 10 metrga yurgisi kelmaydi. Yana aytilgan joyi bor. Kim musulmonman deb Allohdan umid qilib bu dunyoda birovni mushkulini oson qilsa, oxiratda Xudoyim uni mushkulini oson qiladi degan. Hattoki ko'chada yotgan toshni ham Alloh uchun deb birovga azor yetkazmasin deb yo'lda yotgan bitta toshni ham chekkaga olib tashlagan odam jannatiy bo'lgan degan rivoyatlar bor. Endi bunaqa birovlarni mushkulini oson qilib, birovlarga xushmuomalalik bo'lib, bu ishlar qilsa, bu aniq jannatiy bo'ladi bu odam. O'zi din nima degan? Din axloq degan payg'ambarimiz. Musulmon odam xushxulq, xushmuomala bo'ladi. Keyingi paytlarda menimcha shu ba'zi bir oilalarda din to'g'risida tushuncha beradigan odamlar ham kamayib ketdimi deyman-da. Shu bolalariga islomni 5 ta ustuni, qonun qoidasi, mana shunaqa bo'ladi, shularni qilish kerak. Aks holda yomon bo'ladi. Bu dunyo ham, oxirating ham kuyadi, yaxshi bo'lmaydi. Shuni o'ylab mana shu islomni qonun qoidalariga qarab yashash kerak, amal qilib yurish kerak deb tushuncha bermayaptimi deyman-da. Bu hozirgi yoshlarimizni o'zini tutishi, xatti-harakatlariga qarab shuni o'ylab qoladi odam. Endi bular mana shuni eshitib, ko'rib, shu videolardan keyin xulosa chiqarsa, mana shu videoni bekorga qo'ymayapman. Shu narsalarga amal qilib borsa, mana jannatga kirib, mana shunaqa maishat qilib yuradi. Mana shu jannatlarni bular tasvirlagan, bu sun'iy intellekt orqali qilingan bu. Endi bu ularni o'zini tasavvuri. Bu jannatda aytilgan-ku Qur'oni Karimda. Sizlar buni tasavvur ham qila olmaydigan darajada nimalar bor u yerda, ne'matlar deb.